Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Parvoz aka ukalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Anchadan beri ko'rishganimiz yo'q. Ko'rishyapmiz, haligi nima deydi? Videolar orqali g'oyibona ko'rishyapmiz, lekin bunaqa ro'paro ko'rishganimiz yo'q. Shuning uchun sizlarga bitta chiroyli video qilamiz. Bugun biz To'raqo'rg'on tumani, ya'ni Namangan To'raqo'rg'on tumani Bordimko'l qishlog'idamiz. Eski Parvoz Muzaffar akaning xonadonlaridamiz. Xudo xolasa, bu yerda Murabbos degan ukamiz bor. Parvoz jo'jalarini bir qator video qildik. Nari kanalimizga, yana bu kanalimizga bitta chiroyli video qilib qo'yamiz. Ko'rmaganlar ko'rib bittadan like bosib qo'yasizlar. Murabbosning originali. Alaykum assalom. O'tgan yili ko'rishdik, avvalgi yilmi? O'tgan yil chiroyli video qildik. Yomon ketganida? Zo'r ketganida. Ammo podpischiklaringiz, kuzatuvchilaringiz rosa ko'p ekan. Hammalarning omadlarini bersin. Xudo xolasa. Hammamiz xo'rozlarimiz ko'zni quvnatib yuraversin aka. Zo'r chempion xo'rozlar bor deydi, boqadi, o'ynaydi bu kishi. Dadalari bilan intervyu qilganmiz. Dadalarini xo'rozlari asosan bu kishi boqadi, bu kishi qaraydi, bu kishi o'ynab keladi, o'zlari usta. Jo'jalar hammasi bog'da tarqab yuribdi. 50 tadan oshiq jo'ja bor ekan. Men ko'rib maza qildim. Hatto kichkina bir qariq jo'jalarni bekorchisini ko'rdim ko'zim bilan, maza qildim. Telegram kanaliga qo'yib qo'ydim. Katta otalari ham bor-a? Tomosha qildi. Qora xo'rozlardan, qizil xo'rozlardan bitta ko'rsataylik a. Gap keling. Qaysi birlardan? Oldin kattaroqlardan. Kattalardan bitta tomosha qilaylik. Mana. Gap yo'q. Xolasa Jo'jani mushnisi. Mushnisi, xudo xolasa. Maqtashga yo boshqaga mas'ul. Xudo xolasa o'tgan yil agar esingizda bo'lsa aka, o'zingiz syomka qilganingizda bitta kapalak xo'rozni syomka qilgansiz. Mana shu bilan bir xil xo'roz. Bu mashi kapalakning bolasi bu. Bolasi, original bolasi. Original birga bir chiqqan bolasi. Agar podpischiklaringiz, kuzatuvchilaringiz agar ko'rgan bo'lsa videoni, xudo xolasa ko'rgan bo'lsa o'zi eslashadi. Eslashadi. Toni, boshqasi, pilotkalari bir xil otasi buni. Bir bekor chiqildik, bekorchilarni o'zingizga tashlab ham beraman, xudo xolasa. Xo'p, otasini o'yinini ko'rganlar, buni o'yinini ko'rganlar haqiqiy kapalak bilan birga bir ekan dedi. O'zim ham quvondim, lekin o'zimiz ochib buni tuqumini bitta akaxonga bergan edik. Oxiri cho'ja chiroyli bo'ldi, olib kelib eplolmayapman dedilar, olib kelib o'zimiz boqib, bekor chiqildik, xudo xolasa ko'rdik. Ikki marta yaxshi chiroyli yutib berdilar. Bekorchilar videolari bor sizda? Videolari bor, xudo xolasa, videolarini tashlab beramiz. Gapsiz yo'q. O'rtoqlar cho'ja ekan, bola cho'ja. Bola cho'ja hali. O'ta zo'r, xudo xolasa. Ishqibozlarga sotilaveradi, ha? Ishqibozi bo'lsa sotaveramiz. Gapsiz yo'q. Telegramga kirasizlar, tomoshalarni ko'rasizlar, ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. 4 kilo atrofida keladi o'rtoqlar. 4 kilo 100 avval. 4 kilo 100. Ha? 4 kilo 100 ekan. Voy jonim hisob. Moshni. Rosa qizib turibdi ekan, xudo xolasa. Qisada endi xo'rozni qiynamaydi deb. Ha, bu yerda bitta cho'ja bor ekan. Kechki chiqqan cho'jalardan. Bu ham 3,5 kilo 3 kilo kelib qoladi, ha? Buni ham eslatib eski do'ngim bor deganman. Do'ng. Ha. Do'ngni ko'rgan edik-ku. Ha, sizni kuzatuvchilaringiz rosa telefon qilishdi, do'ngni soting. Yo'q, uni sotmayman deb. Bolasidan 2-3 ta chiqazdik. Hozir bir yerda bolasidan bor. Lekin u zotni yo'qotmayman. Do'ngni o'zi qayda? Do'ngni o'zini o'lib qoldi. Kasal bo'lib, boshqa bo'ldi. Diplomga qoldik. O'tirib qo'ydik. Endi bolalardan ikkita qoldi o'zimizda. Hozir bundan juda kattaroq bitta bolasi bor. Lekin mana shu qoldi o'zimizda. Gap yo'q. Yana bor xo'rozlardan. Ha, xo'rozlardan bor. Olib chiqing. Keyingilardan ham ko'raylik. Do'stlar. Xo'rozmisan, xo'roz chiqdi. Joning sog'. Miramir deyshadi-yu. Miramir. Yerga qo'yavering buni. Qo'lda sho'gandan yerda chiroyli turadi. Voy joning sog'. Krasavchik. Asal. Joning sog'. 5 kilo bor, xudo xolasa. 4 kilo 900. 4 kilo 900. Yozgi fasonda o'rtoqlar. Yozgi fasonda. O'rtoqlar bu yerda juda ko'p xo'rozlar bor ekan, lekin juda ko'pi yozgi fasonda ekan. Shuning uchun syomkani Telegram kanalga addushi qildim. Instagramga qildim, intervyu qildik. To'liq videolarni Instagramga ko'proq video oldik-da, chunki yozgi fasonda Telegram kanaliga o'tib olinglar. Instagramim Hoshimov TV deb boshlaring chiqadi. Bemalol mazaq tomosha qilasizlar. Joning sog' bo'ling. Krasavchik. Buni bolalari bor, ha? Bolalari bor, xudo xolasa. Juda ko'p bolalar bor ekan, men ko'rdim. Mana mayda-maydalari ham bor, katta-kattalari ham bor. Video davomida to'plab hammasini sizlarga tomoshaga qo'yib beramiz. Buni ishqibozlarga berilaveradi-mi? Ishqibozi bo'lsa aka beraveramiz. Qiziqqan, boqaman degan. Chunki biz ana shu kichkina cho'jani ko'rsatib o'tdik, hozir ana shu cho'jaligida olib kelingan, buni boqilgan. Shu darajaga yetkazilgan. Mehr juda kuchli bunga. Mehr kuchli.
Necha yosh endi bu hozir? Hozir 2 yosh bo'lyapti xudo xolasa. Krasavchik, joning sog' bo'lsin. Voy, joning sog' bo'lsin. Mana qarang o'ynashini. Mana shunaqa xo'rozdan boqsang-da. Yutuqlari nechta buni endi? Xo'p, yutuqlari aka, xudo xolasa 10 ta yutdi. 10 ta. 10 ta yutdi. Bundan Bu lof emas, ertak emas, to'g'rimi? Realni. realni Guvohlar bor. guvohlari bor и syomkalarigacha bor. Syomkalarigacha bor. Syomkalarigacha bor. Oxirgi o'yinini 10 kun oldin yutdi. Gap yo'q. 10 kun oldin, 20 kun oldin boladan ajratdik. Mana shu bolalardan makondan ajratgandan keyin xo'rozni bir ko'rib olish maqsadida yengil bir ko'rdik. Ammo ko'z tegmagan. Mana shu xo'rozlar shu egasini maza qildiraman degan xo'rozlar. Gap yo'q. Malakasini berasiz. Ish qilib postlaring ham puli yengilchi emas. Kelishasizlar, endi hozir narxini aytmas ekanlar, telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Nasib qilgan odam oladi. Buni bolalari bor. Hozir xudo xolisa navbat bolalariga keldi. Tuxumlardan biri bir pas video qilamiz. Joylarni qarang, dam olish maskani ekan, salqingina. Yog'ochlar ustiga chiqib olib, mazami sizlarga, mazami. Mana o'rtoqlar. Hozirgi aloqonatda bolalari ham bor. Bu yerda 5-6 ta katta xo'rozlar bor ekan, 5 kiloli, 4,5 kiloli chempion xo'rozlar bor ekan. Ularni tomoshaga ko'rsatolmadim, video qildim, lekin Telegram kanalga qo'yib beraman o'rtoqlar. Mana shu joylari. Voy joning sog' bo'lsin. Katta bo'lib qopti bular. Oy, pastlarni qaranglar mana. Ana xo'roz. Juda ko'p xo'roz ekan-a? Juda ko'p xo'roz ekan o'rtoqlar mana. Ularning qorni to'ygan, salqinga kelib mazza qilib dam olishyapti ekan. Mana qaranglar. Ertamanda hammasini pikaniyasini berib chiroyli qilib tashqariga chiqadi deydi. Qorinlari qarang to'yib ketganini. Ajoyib. Bir-biridan go'zal. Bu hozir bu yarimi ko'rayotganimiz 50 tadan oshiq jo'ja bo'lib yurdi asli. Bu kishini seriyozno o'tirishlarini qarang. Mana. Meda rosa bo'lsa bitta makiyam bor ekan. Yoki ikkita makiyam bo'lishi mumkin. Qolgan hammasi xo'roz ekan o'rtoqlar. Endi bittasi kul, bittasi saman, bittasi qizil, bittasi qop-qora. Shunaqa bo'ladi-da, bu yetilganda. Joning sog' bo'lsin.